Konsultatsiyaga kelgan juda ham ko'pchilik ayollarda tug'ruqdan keyin qorni qolib ketganini ko'rishimiz mumkin va qornim nimaga ketmayapti, qanaqa ketqizsam bo'ladi deb kelishadi. Tekshiruv jarayonida diastaz borligini aniqlayman. Diastaz bu belaya liniya живота bor, mana shu muskulni orasi ochilib ketgan bo'ladi. Ko'ryapsizlarmi? Ham o'rtadan, ham pastidan, ham tepasidan yoki butunlay ochilgan bo'lishi mumkin. Bu holatni massaj bilan ketqizsa bo'lmaydi. Buni har xil davolovchi упражнениялari, ya'ni mashqlari bor. Hozir sizlarga bu mashqlarni o'rgatamiz. Birinchi mashqimiz teskari planka hisoblanadi. Qo'limizni orqaga qo'yib, tazni tepaga ko'taramiz va qorin mushaklari ichkariga kiradi. Shunda diastaz borgan sari yopilib boradi. 20 martadan 3 ta podxod qilsanglar bo'ladi. Kuchinglar yetgancha qilinglar. Kundan kunga ko'paytirib boringlar va shu mashqni 1 oy davomida qaytarish kerak. Keyingi mashqda o'zimizni bo'sh qo'yamiz, oyoq uchini pastga, qo'limizni yuqoriga tortamiz va qorin mushaklarini iloji boricha ichkariga kirgizamiz. Ya'ni vakuum holatini qilamiz. Ushlab turamiz 10 sekundcha, yana qo'yib yuboramiz va yana sekinlik bilan yana tortamiz. Bu mashqni ham 20 martadan qaytaramiz. Juda ham foydali mashqlar. Agar shu mashqlarni har kuni 1 oy davomida qaytarib borsanglar, diastazinglar ancha yopilib, qorinlaringlar kichrayadi.